Barcha O'zbekiston fuqarolari diqqatiga tezkor xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Agarda siz bugun sizning viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videosida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zgidromet bugun 12-mart kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9 daraja iliq, kunduzi esa 18-20 daraja iliq atrofida bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi esa 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi esa 15-20 darajada iliq atrofida bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi esa 15-20 daraja iliq atrofida bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 18-23 daraja iliq atrofida bo'ladi. Surxondaryo viloyatida ham xuddi shunday havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi esa 18-23 daraja iliq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi esa 15-20 daraja iliq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor kuzatiladi. Qor ko'chishi xavfi bor. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi esa 8-13 daraja iliq atrofida bo'ladi. Ushbu xabarni tezda har kunlik ob-havodan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ladigan tanishingizga yetkazib qo'ying.